Tabiatning hikmatiga boqing. Har neni juft qilib yaratdi. Oy va quyosh, kecha va kunduz, yer u osmon. Bari bir-birining yortisi. Birisiz ikkinchisining qadri yo'q. Kabutar parvozisiz osmon, tovus xiromisiz bo'ston, oqqush ziynatsiz ko'l, bulbul xonishisiz gulistonning qadri bormi? Qur'oni Karimda aytiladi: Alloh sizlar uchun o'zlaringizdan juftlar yaratib, juftlaringizdan sizlar uchun o'g'illar va nabiralar paydo qildi. Darvoqe, nikoh atalmish ilohiy ahd bor ekan, eru ayol oilaga birlashib, mehr muhabbat bitimini tuzadi. Aziz do'stlar, kelin va kuyov tashrif buyurdilar. Baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar, davron suringlar, farzand ko'ringlar, ay yavray, oy, baxtli bo'linglar, yavray. Elimiz ardog'idagi san'atkor Murodbek Qilichevga minnatdorchilik bildiramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Azizlar, o'zbegim go'zal bayramlarini o'zbegona navolar va sadolar bilan boshlaymiz. Xiva elining eng go'zal tantanalarini markaziy ijrochilari Sado Karnay Surnaychilar jamoasi davramizda. Marhamat.
Sado Karnoy Sunaychilar jamoasi minnatdorchilik bildiramiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum qadrli qadrdonlar, assalomu alaykum yurak qalblarda faqat to'ylarni, ezguliklarni o'ylovchilar, assalomu alaykum xonadonlarda farzand dunyoga keltirar ekan to'yu to'yxonalarga deb yig'ib teruvchilar. Bugungi go'zal bayramlar, bugungi aziz tantanalar barchamizga muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanat. Bugun elimiz ardog'idagi aziz oilada katta bayram, go'zal shodiyona, yorqin tantana. Chunki xonadonlarga kelinlar keldi, baxtli go'shanga xonalar o'rnatildi, go'shanga xonalarni yoshlar muhabbatlari bilan to'ldirar ekan, ota-onalarni orzu havaslari ushalganligidan bugungi davrlarimizda masrur holatlarda oldilarimizga nozu ne'matlardan shohona bayram dasturxonlar yozishdi. Barcha oila egalarini, butun Yovbasaroflar sulolasini, albatta O'ktamboy otamiz boshligida, Rohatjon onajonimiz boshligida butun sulola xonadon kattalarini to'ylari bilan qizg'in muborakbod etib o'tamiz. Taxtiravonlarni to'ldirib turgan yoshlar, muhabbatlari ko'ngillarni to'ldirgan yoshlar, yorqin hayotlariga ilk qadamlar bosgan holda yangi O'zbekistonimizda yangi go'zal yosh va barqaror oilalar qurgan yoshlar, Asrorbek hamda Halimaxonlarning nikoh marosimi, baxt bayramlarida barchangizni xush ko'rdik. Qadamlaringizga hasanat. Elimiz ardog'idagi aziz inson, mehnatga shijoatkor inson, ko'ngli dasturxoni kabi ochiq inson Asrorbek og'amiz bugun farzandlariga to'y boshladilar va xonadonlarga kelinlar kelganligidan hamma yaqinlar bilan birlikda xursandchiliklarni nishonlashga niyat qildilar. Bu niyat yillar davomida qilingan. Bu orzu yillar davomida qilingan. Kunlarni tunlarga ulab, tunlarni kunlarga ulab yig'ib terilgan go'zal baxtli bayram shodonalari esa barcha yaqinlarni to'plab bugun mana shunday shodiyona boshlab o'tiribdilar. Ahrorbek og'a, Muhabbatxon Oybekka to'ylar qutlug' bo'lsin. Farzandingiz dunyodagi eng go'zal yosh va barqaror oilalarni saflarini to'ldirsin. Oilalarni ko'ngillarini to'ldirsin. Bugungi go'zal xonadonlardagi yaxshi niyatli kunlar, bayram shodonalari barchamizga muborak bo'lsin. Oila yaqinlari mana shu davramizda bu sana qaysi sanaga ko'proq yaqin ekanliklarini ko'p bilishadi. 15-dekabr sanasi bugun hamma yaxshi biladi. Mana shu oila uchun 15-dekabr sanasiga yaqin nima bor? Kim biladi? 16-dekabrda O'ktamboy otamiz bilan Rohatjon onamizni to'ylari bo'lgan kun bo'ladi. Kim bilmasa bilib olsin. 50 yil bo'ldi ushbu voqeaga. Va bugun qarang, mana shu to'y ustiga to'ylar qilib, bayram ustiga bayramlar qilib, men O'ktamboy otamizni, Rohatjon onamizni ham tabriklab o'tmoqchiman. Hali 50 yilda kumush to'ylar deydimi? Nima deydi? 25 yilda kumush to'ylari, 50 yilda nima? Oltin to'ylar. Bugun mana Xudo xolasa oltin to'ylariga izma-iz navaralarni chiroyli to'ylarni boshlab o'tiribdilar. Qanday go'zal bayram. Hammani yetkazsin. Shu yetkazsin bizani ham deganlar bir qarsak cholib O'ktam otam bilan Rohatjon onamni tabriklab qo'yaylik.
Es salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Qarsak kuchidan bildim, faqat yaqinlar kelibdi. Qarsak kuchidan, samimiyatdan bildim, faqat oilani yaxshi ko'radiganlar kelibdi. Demak, bugungi to'yimiz zo'r bo'ladi, bayram zo'r bo'ladi. Har bir yaqinlar o'ynab kulib davralarni to'ldirishadi. Mana kelinchaklarimizni, ukajonlariga ham tabriklab, davralarimizga tashrif buyurishmoqda. Ularni ham tabriklaymiz. Qudalarimizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Davramizni ochiqda e'lon qilib berishlik uchun Qo'shqo'bur tumani Xonobod mahalla fuqarolari yig'ini raisi Ulug'bek Abdullayevni men so'zga taklif etaman. Ulardan ilk so'zlarni qabul qilib olamiz. Ular barcha ko'rsatmalarni bugungi davralarimizda yaqinlarga, xonadon egalariga va davramiz mehmonlariga yo'llaydilar. Ana undan keyin bugungi shodiyona kecha, go'zal bir yangi yil konsert dasturi desak ham bo'ladi. Bugungi kunga alohida tayyorlanilgan. Bugungi kunda mana shunaqa chiroyli to'ylar qilishlik uchun alohida ssenariylar tuzilgan. Mana shu ssenariy bo'yicha to'y qilamiz bugun. Xudo xolasa sizlarga manzur keladi degan umiddamiz. Ulug'bek aka, o'zingiz davramizni purma'no so'zlar bilan ochiqda e'lon qilganingizdan so'ng bo'ladi hammasi. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli to'y qatnashchilari. Assalomu alaykum ushbu to'yni aziz mehmonlari. Yuqorida yana yaxshi ta'kidlab o'tdi. Mahallamizni, qishlog'imizni bir ajoyib sulolalardan biri bo'lgan Yovbosarovlar sulolasida bugun katta to'y, katta tantana, katta shodiyona. Avvalo men aytmoqchimanki, shu suloladan o'tganlarning hammasini joylari jannatda bo'lsin, yotqa yerlari yaxti bo'lsin, iymonlari hamroh bo'lsin, yo'llari iymon, kalom nurdan bahramand bo'lsin, o'tganlarning pok ruhlari qo'llab-quvvatlasin. Bugun yana Yovbosarov damolamizning uyida, Raqat Chapkamning uyida ajoyib kun. Van bo'lsa yana nevarasini bugun boshini ikki qilib yela yurta bir osh berib turgan ekan. Shu fursatdan foydalanib men butun Xonobod mahalla fuqarolar yig'ini jamoasi nomidan, qolaversa mahalla ahli nomidan shu 2 yoshga uzoq yosh, keng davlat, istaganlaricha farzand, istaganlaricha baxt, saodatli bo'lsinlar. Shu sizlarning nomingizdan ham shu 2 yoshga uzoq yosh dilagan holda indiki shu yillardan ertaroq şu 2 yaşdan oğul mu kız mı ekizeyten farzandlar dünyaya gelip de ben bir yerlikte siz aziz yoldaşlar bilen, karındaş doğallar bilen tebriklep gelip oturuş hemmemize nasip etsin. Yukarıda tekitlegendiğin ina elimizde yeni yıl yatır. Yukarıda aytkanını yerten ina 50 yıllık jubiley toyayken. Bu şu münasebet bilen hem Çin yürekten ve tamamını Raqat Chapkamni Çin yürekten tebrikliyimiz. Yangi yillar hamma uchun bir baxtli, saodatli bo'lsin. Hammangizga baxt etkesin. İşiningni to'ylarda, yaxshi kunlarda o'tirish turishni Allohning o'zi muyassar qilsin. Boshingiz to'ydan chiqmasin. Yuqorida aytilganning to'yimizda yana ajoyib san'atkor. O'zbekistonda hamma bir yaxshi ko'radigan inson. Hamma odam elimizda, yurtimizda yaxshi kunlarda xizmatda bo'lib kelayotgan Muratbek Qilichov bugun taklif qilingan. Sizlerinin namınızdan Muratbek Qilichov uzak yaş, keng devlet, sağlık, tinchlik, xotirjamlik, elinin nazaridan kalmang. O'zbekiston xalq hofizi bo'libdi, O'zbekiston xalq artisti bo'libdi degan nomlarni ham eshitganimizda bizlar ham quvonishib o'tiramiz. To'yni ochiqda e'lon qilaman. To'yni chiroylab borish uchun diktorlarga topshiramiz, bedayda qo'shasizlar diktorlar ham bor. Chiroyli o'tirasizlar uchun bayram kayfiyati sezilib tursin. Shu sulolani darg'alarini men o'rtaga taklif qilib qo'yaman. Yana bir bor to'ylar ochiq, azatib, yeb ichib, yaxshi gaplar, yaxshi sozlarni eshitib o'tiraverasizlar. Rahmat. Har bir yaqinlarni to'y tantanalari bilan muborakbod etamiz. Yaxshi niyatli kunlar, bayram tantanalari barchamizga muborak bo'lsin. Kattalarimiz yaxshi niyatlar bilan bugungi kechamizni ochiqda e'lon qildilar. Albatta yoshlarga chiroyli satrlar aytiladi, muhabbat haqida ash'orlar aytiladi. Keling, aziz mehmonlar, qo'l ochaylik duoga. İlticomiz shu onlar yetib borsin Xudoga. Hayotdan topib huzur, baxtli bo'lsin 2 yosh. Kelgusida bir umr taxtli bo'lsin 2 yosh. Murodu maqsadga yetib, qalbi mehrga to'lsin. Har yil allalar aytib, bolalari ko'p bo'lsin. Rohat va farog'atda yashasinlar bir umr. Dilda ishq muhabbatla
yashasinlar bir umr deymiz. Yoshlar, kelin-kuyovlar, bugungi bayram shodinalaringiz muborak bo'lsin. O'ktamboy ota, to'ylar qutlug' bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Xonadonlarda chiroyli kunlarga bosh bo'lib, eng chiroyli tantanalarga bosh bo'lib yurish nasib etaversin. Bugun sizni eng go'zal kuningiz. Bugun sizni eng bir ajoyib daqiqalaringiz, xonadonlarda baxtli bayramlaringiz. Agar davramizdagi mehmonlar qarshi bo'lmasangiz, men davramizni otalarga bag'ishlangan, shaxsan O'ktamboy otamga bag'ishlangan ash'or bilan boshlamoqchiman. Hamisha men tomonim to'g'irlaydi yomonim. O'zimni qahramonim, hammadan zo'rsiz dada. Baxtiyor yo'q menchalik, sizga qilay erkalik, suyansam tog' yelkalik, hammadan zo'rsiz dada. Erkak bo'l deb, er bo'l deb, zoti tozi sher bo'l deb, o'g'il mendan ham zo'r bo'l deb, hammadan zo'rsiz dada deyishadi. Dadalarimizga va shaxsan O'ktamboy otamizga bag'ishlanadi. To'ylar qutlug' bo'lsin, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Rohatjon ona, to'ylar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz sizlarni. Bugun mana shu bir unutilmas ayyomlar. Hozir yoshlar hayajonda turibdi. Taxtiravonlarni to'ldirib, bundan 50 yil oldin sizlar ham hayajonda turgansizlar. Shunaqa taxtiravonlarni to'ldirib, niyat qilamiz bugun orzu havaslar ushalgan kunda shu navaralaringiz ham 50 yil, 60 yil, 80 yil, 100 yil birgalikda umr kechirsin, sizlarga o'xshab farzandlarga, navaralarga bosh bo'lishsin. Bugun mana shunday bir qutlug' daqiqalarda to'y qilayotgan ekanmiz. Eng birinchi debochi so'zlarni o'zlaringizdan eshitmoqchimiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli eldoshlar, do'stlar, og'aylar, ustozlar, shogirdlar. Shu to'yxonani ko'rib, so'yinib o'tiribman. Aqtiqni o'ylantirib, Allohga ming qatla shukr. Yine beni hürmet edip şöyle oturupslar. Benim şu kanavat elatında işlep, ekemem şöyle işlep, bak saadet tapkam. Benim Allah'a şükür 37 yıl işlep şu mektepte. Bağlanıp bütün yurta dağıttım. Allah'a bin katla şükür, bunun ömür vergenine şükür. Şu aktıklarım ömrü uzak olsun, baktlı, saadetli olsun. Menlenem ziyade olsun şu aktıklarım. Allah'a ben min şükür etemezlere kette rahmet demen. Rahmet sizlere şunu hürmet et oturganınız için. Rahmat, salomat bo'ling. Ona qo'shimcha qilasizmi? Qo'shilasizmi? 50 yildan keyin ham qo'shilasizmi? 50 yildan keyin samostoятельный fikr bo'lmaydimi? Qarang. Bu joyga alohida guldiroz qarsay. Men qarsayni boshidan sal ko'proq so'ragan bo'lsam uzr so'rayman. Lekin qarsay soladigan vaziyatda bo'lyapti-da. Mana qarang, 50 yildan keyin ham erri so'zini ustiga so'z qilmayapti onam. Voy rahmat ona, umringiz uzoq bo'lsin, tan joningiz sog' bo'lsin. Har qancha o'rnak olsak arziydigan chiroyli vaziyatlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Bosh so'raylikmi? Og'am ham tabriklaydilarmi? Xo'p, doilarimiz, yaqinlarimiz hamma azizlar qo'shiladilar, ha? Boshlasak bo'ladimi? Doi marhamat. Assalomu alaykum davlatchilar. Damolarning hurmati uchun ko'p yaxshi aytdilar. Damolar buni qaranda hurmatli, izzatli odamlar. Ular Rossiya borib shu bolani terbiye kılıp, şunu adam kılıp, Rusya'da birinçilikten kalır. Xorazm olasında birinçilikten kalır. Damalarının hürmeti kette. Kalıverse, şu balamız, oğlumuz, kızımız, baktlı, saadetli olup, yıldızına gelişip, mudama yakşıyım olsun. Bize şu, yine aile böyle baktlı, kuanayıp oturupmuz, mudama kuanayımız. Kuda dala şu, bana açacakım bir yeri var. O adam zaten mehnetinin kadrine yetişi gerek. Yine yakşı hürmet kılıp ama geldiler bir yere acayip oldu. Rahmet. Ana endi qo'shiqlar, raqslar, o'yin kulgular davramizda sizlar uchun azizlar davom etadi. Sevimli san'atkorimiz yonimizda bugun va albatta ularni ko'nglimizga manzur bo'lgan qo'shiqlari bilan kechayadigan fayzli va bayramona bo'ladi. Qo'shiq bilan
har yurakka zavq kirsin. Tomirda qon, tellarda jo'sh ko'pirsin. Hammani shunday yaxshi kunlarga, go'zal damlarga, to'ylarga va tantanalarga yetkazsin bugungi go'zal ayyom. Fayzli bayram barchamizga muborak bo'lsin. Sahnamiz markazida elimiz ardog'idagi aziz san'atkor, o'zbek estradasining yorqin va yulduzli ijodkori, Xorazm san'atini butun dunyo sahnalarida kuylab kelayotgan Xorazmning faxrli farzandi, Nihol davlat mukofoti sohibi, madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni sohibi Murodbek Klichevni sahnamizga taklif etamiz. Zo'r qo'shiqlar sizlar uchun azizlar. Marhamat.